Mamlakat iqtisodiyoti, aholi farovonligi, xavfsiz harakat va hududlar o'rtasidagi bog'liqlik avvalo yo'l infratuzilmasining holati bilan belgilanadi. O'zbekistonda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, xususan yangi O'zbekiston strategiyasi doirasida transport kommunikatsiyalari, avtomobil yo'llari va ko'priklarni qurish hamda ta'mirlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Davlatimiz rahbarining e'tibori tufayli so'nggi yillarda mavjud yo'llarni ta'mirlash, yo'lovchi va haydovchilarga munosib shart-sharoit va qulayliklar yaratish maqsadida ulkan bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Surxon vohasida ham 2025-yil davomida yo'l xo'jaligi sohasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Viloyat hududida xalqaro, davlat va mahalliy ahamiyatga ega yo'llar, ichki xo'jalik yo'llari, shahar va qishloq ko'chalari hamda ko'priklar bosqichma-bosqich yangilanmoqda. Prezidentimizning tegishli qarorlariga asosan Sherobod tumanida o'tuvchi 4R20 davlat ahamiyatidagi yo'limizni rekonstruksiya ishlari Sherobod tuman yo'llardan foydalanish korxonasi tomonidan bajarilmoqda. Hozir 3-qatlami bajarilyapti. Foydalanishga topshirish rejasidamiz. Bundan tashqari bu yo'limizda 6 kilometr piyoda yo'lakchasi qurib bitkazildi. 359 dona tungi yorish chiroqlari o'rnatildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda viloyatimiz hududida jami 16170 km uzunlikdagi avtomobil yo'llari mavjud. Shundan 2843 km uzunlikdagisi avtomobil yo'llari qo'mitasi tasarrufidagi umum foydalanuvdagi yo'llar hisoblanadi. Jumladan 351 km xalqaro, 990 km davlat hamda 1502 km uzunlikdagi mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'llaridir. Bu ko'rsatkichlar ham hududning transport logistika salohiyati yuqori ekanini, mamlakatga qo'shni bo'lgan viloyatimizning nafaqat ichki, balki xalqaro yo'nalishlarda ham muhim tranzit hudud hisoblanishini ko'rsatadi. Raqamlarga murojaat qilsak, 2025-yil davomida viloyatda barcha manbalar hisobidan 964,1 km avtomobil yo'lida hamda 20 ta ko'prik va yo'l o'tkazgichda qurilish, rekonstruksiya va ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan edi. Joriy yilning yanvar-dekabr oylari yakunlariga ko'ra 901,1 km yo'lda 747,3 milliard so'mlik ishlar amalga oshirilib, belgilangan reja 100% ga bajarildi. Mazkur yutuqlar yo'lsozlik sohasidagi tizimli ishlar va qat'iy nazorat samarasidir. Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarida 186 km yo'llarda 457 milliard so'mlik ishlar amalga oshirildi. Bular jumlasiga investitsiya dasturiga asosan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 454-sonli qaroriga asosan 11 ta obyektda 16 km yo'lda, undan tashqari 3 dona ko'prikda 139 milliard so'mlik ishlar amalga oshirildi. Jumladan investitsiya dasturiga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 454-sonli qaroriga asosan 12 ta obyektda 16 km yo'llarda 155,5 milliard so'mlik ishlar amalga oshirildi. To'la ta'mirlash dasturiga asosan esa 6 ta obyektda 24 km yo'lda 64 milliardlik ishlar amalga oshirildi. Bundan tashqari ta'mirlash va saqlash dasturlariga asosan 14 ta tuman yo'l korxonalari tomonidan 195 milliard so'mlik ishlar amalga oshirildi. Jumladan ta'mirlash dasturi hisobidan D164 Sherobod Turxon temir yo'l stansiyasiga avtomobil yo'lida ta'mirlashlar amalga oshirildi. Hamda bundan tashqari tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish dasturimizda jami 11 ta obyektda 609 km yo'l va 7 dona ko'prikda 23,8 milliard so'mlik ishlar amalga oshirildi. Hamda outsourcing asosida D164 avtomobil yo'lining 45 km qismi outsourcing asosida tadbirkorga berilib, hozirda saqlash ishlari amalga oshirilmoqda. Yo'l infratuzilmasining muhim bo'g'ini bo'lgan ko'priklar harakat xavfsizligi va transport o'tkazuvchanligida alohida ahamiyat kasb etadi. 2025-yil davomida viloyatda 20 ta yangi ko'prik qurildi yoki mavjudlarini rekonstruksiya qilish orqali ularning o'tkazuvchanligini oshirishga qaratilgan ishlar amalga oshirildi. Shulardan biri Sherobod tumanida joylashgan 4R103 Sherobod shahri Surxon temir yo'l stansiyasi avtomobil yo'lining 0-kilometridagi Qo'rg'on mahalla fuqarolar hududida Sherobod
daryosi ustidan o'tuvchi ko'prikdir. Mazkur ko'prik ta'mirtalab ahvolga kelib qolib, uning torligi sabab transport vositalari harakatida tirbandliklar kuzatilib, qator qiyinchiliklar yuzaga kelar edi. Rekonstruksiya ishlari natijasida ko'prik kengaytirilib, haydovchi va yo'lovchilar, mahalliy aholi va mehmonlar uchun xavfsiz va uzluksiz qatnovi ta'minlandi. Buning uchun davlat byudjetidan 13,3 milliard so'm mablag' sarflandi. Sherobod tumanimizdagi ushbu avtomobil yo'li davlat ahamiyatiga ega avtomobil yo'l bo'lib, 0 dan 18 kilometrgacha Sherobod tuman hududida o'tadi. Bu ko'prigimiz 1966-yillarda qurilgan bo'lib, juda ham ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan edi. Avtomobillarning harakatlanishi tirband edi. Piyodalar yo'lakchalari eskirib qolgan edi hammasi. Bu ko'prigimiz to'liq ta'mirlanib, rekonstruksiya qilinib, mana piyodalar yo'lakchasi qurildi. 4 polosali avtomobil yo'liga ko'prikka aylandi. Haydovchilarga ham, piyodalarga ham qulayliklar yaratildi. Bu ko'prikda o'tuvchi aholimiz ham, avtomobil haydovchilarimiz ham bundan mamnundir. Yo'llar nafaqat transport harakatini ta'minlaydi, balki iqtisodiyotni harakatga keltiradi. Yangi va ta'mirlangan ravon yo'llar orqali mahsulot yetkazib berish tezlashadi, xizmatlar sifati oshadi, aholi uchun vaqt va xarajat tejaladi. Ayniqsa, uzoq yillardan buyon aholini qiynab kelayotgan yozning chillasida tuprog'u chang, yog'ingarchilik kunlarida loy balchiqqa aylanadigan nosoz holatda bo'lgan qishloq yo'llarining asfaltlanishi aholi hayotida sezilarli darajada ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Viloyat miqyosida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-dekabrdagi qaroriga asosan investitsiya dasturi doirasida ichki xo'jalik yo'llarida 81,6 milliard so'm mablag' evaziga jami 14 ta obyektda 19,5 kilometr yo'lda qurish, qayta qurish va ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. 174,5 milliard so'mlik ishlar amalga oshirish rejalashtirilgan edi. Bugungi kunda 128,2 milliard so'mlik qurilish ishlari olib borildi. Yangi O'zbekiston massivlarida 6 ta obyektda 28,8 kilometr yo'l ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan edi. Bu ishlarimiz ham 106% ga qurilib, bitkazib, foydalanishga topshirish jarayonida turibdi. Erkin iqtisodiy zonalar bo'yicha bitta obyektda 38 kilometr yo'llar qurilib, foydalanishga topshirildi. Kichik sanoat zonalarida 5 ta obyektda 15-7 kilometr yo'llarimiz qurilib, foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari driver loyihalarimiz bor. Driver loyihalarimizda 4 ta obyektda 38 kilometr yo'llarimiz qurilib, foydalanishga topshirilish jarayonida turibdi. Bundan tashqari 2025-yilda Surxondaryo viloyat bo'yicha 300 kilometrdan ortiq yo'llar asfalt yotqizishlari amalga oshirildi. Tashabbusli byudjet dasturi aholi takliflari asosida hududlarni obod qilishda samarali mexanizmga aylandi. Joriy yilda dasturning 1 va 2 mavsumi natijalariga ko'ra viloyatda yo'l sohasi bo'yicha 105 ta mahalladagi 117 ta obyektda 151,8 milliard so'mlik tashabbusli loyihalar g'olib deb topildi. Ushbu obyektlarning barchasida qurilish va ta'mirlash ishlari to'liq yakunlanib, jami 370,1 kilometr yo'l foydalanishga topshirildi. Tashabbusli byudjet orqali katta umidlar bilan o'z taklifini ilgari surgan ko'plab mahallalarda ichki ko'chalar asfaltlanib, aholi turmush sifati sezilarli darajada yaxshilandi. Bu yo'l mana shu yangi yil arafasida Hisobozor mahallasi ko'chasi obod bo'ldi, asfalt bo'ldi. Biz bundan minnatdormiz. Oldin mana shu bolalarimiz maktabga loyga botib qiynalib berar edi. Prezidentimizga rahmat. Mana shu narsa tashabbusi bilan mana shu narsalar bo'ldi. Mahallamiz mana shu ishdan yetib olib, mana shu ko'chalarimiz hammasi asfalt bo'ldi. Yurtimiz obod bo'ldi. Bizlar xursandmiz, mana ko'chalarimiz loy emas, bolalar yaxshi borib kelyapti maktablarga. Mana shu yangi yilda mana shu yaxshi kayfiyatda kutib oladigan bo'ldik. Mana yangi stolbalar qo'yildi. Svetlar ko'chalarimiz yorug', farovon. Kechalari ham oydin, kunduz kunday bo'lib turibdi. Aytish kerak, prezidentimiz tashabbusi bilan Surxondaryoda yo'l infratuzilmasini yaxshilash borasida mega loyiha amalga oshirilmoqda. Uzunligi 111 kilometr bo'lgan Boysun, Bandixon, Qumqo'rg'on, Oltinsoy va Denov tumanlari hududidan o'tadigan Darband-Boysun Elbayon yo'li qayta qurilmoqda. Yo'lning 52,9 kilometr qismi sementobetон qoplamali qilinadi. Umumiy qiymati 8,68 million AQSh dollari bo'lgan ushbu loyiha Xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobiga xorijiy kompaniya tomonidan amalga oshirilyapti. Rekonstruksiya natijasida yo'l sifatli, xavfsiz va uzluksiz harakat uchun mos holga keladi, transport va logistika uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Hozircha qurilish ishlari jadallik bilan davom etmoqda.
76 yoshga kirgan bo'lsam, yashaganimdan beri shu yo'lning yaxshi yomonligini bilaman. Endi men hozir to'lqinlanib ketyapman. Sababi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga ming rahmat deymiz. Ya'ni bizning orzumuzni amalga oshiryapti. Mana katta yo'l. Ya'ni 110 kilometr deyapti, shuning 70 kilometri Boysun hududidan o'tadi. Dashtg'oz mahallasi bilan Inkobod mahallasining o'rtasida shu yo'lni qurish uchun katta tashkilot tashkil qilingan. Faqatgina O'zbekiston emas, bunda bir nechta boshqa xorijiy mamlakatlardan, Ozarbayjondan, Xitoydan, Turkiyadan mutaxassislar kelib, shu yo'lni qurilishiga bizga yordam beryapti. Boshqa chet mamlakatlarning ham qiziqib, shu bizga o'rtalarcha yordam berib, shu yo'lda tez va ravon qurish uchun harakat qilyapti. Qilinayotgan ishning boshida birinchi navbatda shu prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev turibdi. Men shundan juda xursandman. Shunday mamlakatda yashayotganimdan juda o'zim faxrlanaman. Asosiy yo'llarimiz bizning to'proq yo'llar edi. Changi kerak bo'lsa qishda loy, yozda kerak bo'lsa chang edi. Lekin mana bugungi kunda aytganingizda 98 sm degan 1 metr qalinlikdagi yo'lning bo'lishini tasavvur qiling buni. Bu degani bir 50 yil, 100 yilga xizmat qiladigan yo'llar degani. Nasib bo'lsa bundan bizning farzandlarimiz, nebaralarimiz, kelajak avlodlarimiz to'g'risi juda o'tganda ham mana shu duo qilib o'tadi, prezidentimizga duo qilib o'tadi. Butun kerak bo'lsa mana shu quruvchilarimizga duo qilib o'tadiki, nasib bo'lsa hali bu yo'l bitavergandan keyin bu yana ham xalqimizning kayfiyatiga kayfiyat qo'shadi. Yana bir ma'lumot, 2017-2024 yillar davomida viloyatimizda 6000 kilometr avtomobil yo'llarida va 89 dona ko'prik va yo'l o'tkazgichlarda 2,8 trillion so'mlik qurilish, ta'mirlash ishlari bajarilgan. Kelgusida ham viloyatda yo'l infratuzilmasini yanada kengaytirish, chekka hududlarni qamrab olish, zamonaviy standartlar asosida yo'l qurish va ta'mirlash ishlari izchillik bilan davom ettiriladi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan juda katta yo'l sohasiga e'tibor qaratyapti. Bir Surxondaryoni o'zida 2026 dan 2035 yillargacha barcha manbalar hisobidan, ya'ni xalqaro moliya institutlari, respublika byudjet barcha manbalar hisobidan yo'l infratuzilmasini yaxshilash uchun 12 trilliondan oshiq mablag'lar yo'naltirilmoqda. Bular jumlasiga 150 ga yaqin ko'prik inshooti rekonstruksiya qilinadi. 500 kilometrdan oshiq avtomobil yo'llari yangidan quriladi, rekonstruksiya qilinadi. Undan tashqari qanchadan qancha yo'llar ta'mirlanadi. Bu 2026-yilda boshlanishi ko'zda tutilayotgan M41 Bishkek-Dushanbe-Termiz avtomobil yo'li. Bu birinchi faza qismi 97 kilometr qismi loyihasi hozirgi kunda yakunlanmoqda. Bunga shuning o'zida 40 ga yaqin ko'prik inshooti hamda 97 kilometr avtomobil yo'li rekonstruksiya qilinadi. Beton qoplamali avtomobil yo'llarga aylantiriladi. Keyingi bosqichlarda to'liq Tojikiston chegarasigacha amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Muxtasar qilib aytganda 2025-yil viloyatda yo'lsozlik sohasida samarali yil bo'ldi. Aniq reja, barqaror moliyalashtirish va qat'iy nazorat tufayli Surxon vohasidagi yuzlab kilometr yo'llar yangilandi. Sifatli yo'l va qulay infratuzilma esa hududlar rivoji, aholi farovonligi va odamlarning ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi.